Shu 23 yoshli bola oyiga YouTube'dan 30 ming dollardan oshiq daromad qiladi va eng qizig'i shu odamning akkauntida YouTube'da 10 millionta obunachi bo'ladi va bu birinchi O'zbekistonda shaxsiy akkaunt hisoblanadi. Shu YouTube'da 10 millionta obunachilarga. Tarixda qolamiz, xudo xohlasa. Tanishinglar, Jamshidbek Andijonlik 23 yoshli bloger bo'ladilar. Qanday rostdanmi 30 ming dollar YouTube'da ishlasa bo'ladi, odamlar ishonmaydi. Ishonmayotgan bo'lsangiz ko'rsataman. Ko'rsating. Hozir ko'pchilik so'raydi. Eng qizig'i men bu 20 kilolik chili. Do'stlar, mana misol uchun 2025-yil avgust oyi bilan iyul oyida 33 ming dollar bilan 35.920 dollar sof daromad Jamshidbek YouTube postdan ko'rgan. Eng qizig'i YouTube'da 10 millionta obunachi va Instagramda 5-6 millionta obunachi, to'g'rimi? Shunaqa? Instagram post necha pul narxi? Post narxi o'zimiz Andijon sharoitiga moslab turib 3 ming dollar qilganmiz. Stories 800. Gap yo'q. Eng qizig'i bu narsaga 0 dan 3 yilda erishdingiz. Oddiy oilada tug'ilgan bola, shu hattoki Rossiyaga ham borib pul ishlayman deb borgan. Eng qizig'i bu loyiha bilan necha pul ishlashini ko'rsatmoqchi emasman. Bu katta misol bo'lib qoldi. Jamshidbek men uchun shu mana Andijonda o'tirib turib, butun dunyoga bola kontent qilyapti. 10 millionta obunachi, birinchi shaxsiy akkaunt O'zbekistonda. Bitta like arziydigan narsa Pul News YouTube kanalida batafsil intervyuni suratga oldik. Kirib, o'zingiz uchun foydali ma'lumot olsangiz bo'ladi. Qanday qilib buni qildi, qanday YouTube'da pul ishlasa bo'ladi, hamma sekretlarni. Akamiz o'zi qanaqa tortinadi. Lekin sakringlar ko'rasizlar, mazza qilib kulasizlar. Xullas, Pul News YouTube kanalida to'liq loyiha like bosib, uzoqda qo'llab-quvvatlaringlar. Jamshidbek, ishlaringiz omad. Sog' bo'ling aka, charchamang.